Assalomu alaykum hammaga. Deneriz sog'mi? Salomatlaringiz yaxshimi? Men Farhod aviakassa. Mana shu aynamiz bizni qarab жүрген ekan. Mana biletlarni yozib, как положено qilib berdik. 100% возвратman, страховкасымен qilib, endi xudo qalasa Litayt uchadi. Mana shu sizlarga tavsiya etganim aviakassamiz mana shu bo'ladi. Mana shu tochkada o'rta qaynar aviakassa Farhod joyi mana shu aynalar. Yana shu aynaga o'xshab qarab, meni izlab, postga borib, Yovonga borib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib jirmangizlar. Mana shu aviakassa Farhod aviakassa hamisha sizlarning xizmatlaringizda. Sarkordon bo'lishlaringiz shart emas birinchi qadar. Xizmatdamiz aynalar shu qadar el xizmatida bo'lib keldik. Bundan buyog'i ham hamisha el xizmatidamiz. Svet problema emas. Solnishni qo'yganmiz. Kompyuterlar hammasi как положено ishlaydi. Kelaslar pechetlab, qog'ozni urib, pechetlab hammasini 100% возвратman qilib beramiz. Aynalar mana shu yerda megafonda ishlayuvchi vaqtida hozir bu mana shu chekkaga ovishganman. Ko'plar meni qarab yuribdi. Men mana ko'rgan tochkalaringiz mana shu meni aviakassa aynalar. Kengizlar mana ertadan 30-31 yangi yillaringiz bilan praznik kelayotgan bayramlar men hammani tabriklayman. Doimo sog' salomat bo'lingizlar. Hamisha mana shu aviakassadan kelib bilet xarid qilib uchib ketaveringizlar. Sog' salomat ishlab kelaveringizlar. Aynalar daram kisaga jaraq ishlab bular kelaveringizlar. Biz xursandmiz aynalar. Biz sizlarning xizmatlaringizdamiz. Mana o'rta qaynar aviakassa Farhod mana shu tochka bo'ladi aynalar. Denleringiz sog' bo'lsin, sog' salomat